Rivoyat qilishlaricha, Iso alayhissalom mayyitni tiriltirgach, ixlosmandlar ko'paygan qatori hasadgo'ylar ham ko'payib ketibdi. Shundaylardan biri mayyitni tiriltiradigan duoni menga ham o'rgatasan deb turib olibdi. Iso bu kimsaning niyati nopokligini bilgani uchun rad etibdi. Boyagi odam yalinib yolvoribdi, ming tavallo qilibdi. Oxiri payg'ambarni firibgarlikda ayblabdi. Iso kel shu ham noumid bo'lmay qo'ya qolsin deb duoni o'rgatibdi. Boyagi odam yo'lda ketayotib, Iso meni baribir aldadi, o'rgatgan duosi yolg'on deb o'ylabdi. Qarasa, yerda bir bo'lak suyak yotganmish. Duo kuchini sinash uchun o'sha duoni o'qigan ekan, suyak bir zumda bahaybat sherga aylanibdi-da, o'sha insonni parchalab tashlabdi. Vaholanki suyak egasi o'sha sher edi. Yaxshilikdan yomonlik izlashning jazosi shu bo'lsa kerak.